Hurmatli ota-onalar, agar farzandingizda uzoqni ko'ra olmaslik, ya'ni miopiya holati kuzatilgan bo'lsa, hozirgi kunda bu holatda yechimi tungi linzalar hisoblanadi. Tungi linzalar oddiy linzalardan farqi, ular optikada sotilmaydi. Ular asosan vrach tomonidan tavsiya qilinadi. Qachonki biz tungi linzalarni tavsiya qilamiz, uning uchun biz bemorni umumiy ko'rikdan o'tkazamiz. Agar bemor holatida tungi linzalarga qarshi ko'rsatma yo'q bo'lsa, bu linzaga kandidat hisoblanadi bemor. Tungi linzalarni bola uxlashdan oldin taqadi, linzada uxlaydi, ertalab turgandan keyin yechib qo'yadi. Kun davomida bola linzasiz, ko'zoynaksiz 100% ko'rish o'tkirligiga ega bo'ladi. Eng asosiysi, ya'ni ota-onalar va biz uchun kerakli bo'lgan natija, bu boladagi minusni to'xtatib beradi bu linza. Agar sizning farzandingizda ham miopiya holati bo'lsa va uning kuchayishi sizni xavotirga solsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling va qabulimizga yoziling.